Talabalikni bitta emoji bilan aytsangiz. Menimcha olov. Boshqacha tasavvur bo'lgan boshda. O'zi abituriyentlar yonib keladi, misol uchun. O'qiyman, o'rganaman yokida kimnidir maqsadi faqat o'qishga kirish bo'ladigan bo'lsa, Talabalarga bitta loyihaga aytib keting, ayniqsa imtihonda. imtihonda ikkita emas, 3 telefon olib kirishsin. O'sha aytgan imkoniyatlaringizni qaysi biridan foydalanib ko'rdingiz? Xitoydan zakaz qilganman. Xitoydan Shahrisabzga kelgan, Shahrisabzdan Toshkentga ketgan. O'rtadagi vaqt anchagina minusga olib kelgan. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz odatdagidan biroz boshqacharoq bo'ladi. Oldingi suhbatlarda ustozlar va mutaxassislar bilan birga suhbat olib borgan bo'lsak, bu safar talabalar nigohi bilan universitet hayoti, o'qish va motivatsiya va oddiy talabalar hayotidagi qiziq tomonlar haqida suhbat olib boramiz. Chunki ba'zan eng samimiy fikrlarni aynan talabalar o'zlari aytishadi. Bugungi mehmonimiz iqtisodiyot yo'nalishida 3-kursda tahsil olayotgan talabamiz Dilobar opa. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat. Avvalo o'zingizni tomoshabinlarga qisqacha tanishtirsangiz. Men Abdusalomova Dilobar. Shu fakultetimizda iqtisodiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasiman. Bu yo'nalishga qanaqa qilib kirib kelgansiz? Nimadan qiziqish boshlangan? Kim tavsiya qilgan yoki o'zingizda bo'lganmi? Iqtisodiyotga shu dastlab maktab vaqti o'qituvchilik unchalik yoqmagan o'zimga, lekin matematika juda ham yoqqan. Qiziqib, qidirib ko'rgan vaqtim shu matematika bilan bog'liq bo'lgani uchun ham iqtisodiyot, biznes shunaqa narsalar qiziq bo'lgani uchun iqtisodiyot yo'nalishini tanlaganman. Matematika qiyin fan-ku. Endi hammaga har xilda. Men uchun misol uchun til o'rganish qiyinroq nisbatan, lekin matematika yoqadi o'zimga. O'zi qayerga kirmoqchi bo'lgansiz? Niyat qayer bo'lgan o'qishga kirishda? Hammada bo'ladi. Balandorga osilish. Boshda qiziqqanman diplomatiya, iqtisodiyot universitetlariga. Keyin Toshkentga endi oddiy maktab o'quvchisi 11-sinf bitirayotgan vaqti uydagilar o'sha bir o'zimni qo'yishmagan Toshkentga. Ko'proq akam shu yaqin atrofga o'qishimni xohlaganlar. Shu Qarshi, Shahrisabz, Samarqand shunaqa qilib topshirganman shu. Keyin shu bilan belgilaganimdan keyin grant ustuvor qilganman, Shahrisabzga kirganman. Kirgansiz demak. Shunaqa. Necha ball bilan? 132. Yaxshi. Universitetda sizni qanday inson deb bilishadi? 3 so'z bilan o'zingizni ta'riflash kerak bo'lsa, nima derdingiz? Menimcha yaxshi kursdosh, intiluvchan talaba, doim nimadirlar bilan band bo'lib yuradigan talaba sifatida bilishsa kerak. Nimaga? Chunki faqat o'qish emasda, o'qishdan keyin ham har xil ko'p narsalarga qiziqib ko'rganman. Masalan, Institut tanlovlariga, qo'shimcha respublika tanlovlariga, har xil. talabalikni bitta emoji bilan aytsangiz. Talabalikda har xil emojiga o'xshatish mumkin. Albatta. Chunki har xil vaziyat bo'ladi talabalikda. Ba'zida so'k kabi. Ba'zida xafagarchiliklar bo'lishi mumkin. Birinchi kurs vaqti o'zida ham bo'lgandir, kelgan vaqti o'zi abituriyentlar yonib keladi, misol uchun. O'qiyman, o'rganaman yokida kimnidir maqsadi faqat o'qishga kirish bo'ladigan bo'lsa, o'sha ularda bo'ldi, endi yashayman 4 yil, mustaqil hayotga o'tish bo'ladi degan fikrlar bo'ladi. Har xil emoji bilan tasvirlasa bo'ladi, odam o'zidan kelib chiqadi. Olov, kulgicha. Menimcha olov. O'zizchi mana o'qishga kirganingizga ham deyarli ancha vaqt bo'lib qoldi, 5-6 oy bo'ldi. Bo'ldi. Qanaqa xulosaga kelyapsiz talabalik bo'yicha? Talabalikdanmi? To'g'risi kelganimda umuman xayolimda boshqa narsalar bo'lgan. Umuman boshqacha tasavvur qilganman. Masalan, qanaqa? Masalan, kelsam o'quvchilar yonib turadi, hamma bilimga chanqoq, o'zim istagan chet tillarni o'rganishga yetarli sharoitlar mavjud deb o'ylaganman. Lekin hozirgi holatimni umumiy olib aytsak, yaxshi. Abituriyentlik holatimdan 1000 marta yaxshi. Demak, moslashib qolgansiz ancha. Moslashganmiz endi. Talabalikdan olgan eng foydali narsa siz uchun? Talabalikdan shu vaqtgacha
olgan eng foydali narsalarim birinchisi bu tajriba, keyin networking, dunyoqarash, fikrlash, tanqidiy fikrlash, keyin o'zi uchun, kelajagi uchun muhim qarorlarni o'zi qabul qilishi, muomala madaniyati, turli xil ko'p. Yangi do'stlar Yangi orttirish. yangi do'stlar orttirish, ayniqsa boshqa viloyatdan kelgan kursdoshlarim bilan o'zini viloyatini, madaniyatini, shevasini, ularni yashash tarzini o'rganish, eshitish judayam yoqimli, chunki har xil viloyatdan kursdoshlarimiz bor. Xorazmdan, hattoki Qoraqalpog'iston Respublikasidan ham kursdoshlarimiz bor. Darsdan tashqari nimalar bilan bandsiz? Darsdan tashqari kursga boraman, ingliz tili kursiga. Yanachi. Keyin uyga. Uyda nima qilasiz? Masalan, bo'sh qoldingiz, nima bilan shug'ullanasiz? Uyga o'zi faqat kechga boraman. Ertalab obedgacha dars, obeddan 4gacha repetitor. Shu bilan uyga borguncha 4:30-5 bo'ladi. Shunaqa. Talabalik davrida qizlarga nima ko'proq motivatsiya beradi? Qizlarga ko'proq kelajagi haqida o'ylash ko'proq motivatsiya beradi. Chunki har bir qiz ichida o'zini isbotlashga harakat qiladi qizlar ko'proq. Keyin motivatsiya beradigan narsa bu o'zini kelajakdagi ko'ra oladigan shaxslarni o'sha hayotda uchratish. Ya'ni biz qiz bola bo'lganimiz uchun ayol rahbarlarni, misol uchun institutdagi ayol ustozlarimizni, ularni ko'rib ko'proq motivatsiya olamiz. Sizga ko'proq nima motivatsiya beradi? Hozirgi kunga ko'proq ota-onam, oilam, akam ko'proq ishonishadi, motivatsiya berishadi o'qishim uchun. Qo'llaridan kelgan hamma imkoniyatni yaratib berishgan. O'qishga kirish jarayonigacha dadam shunaqa gap aytganlar, grantga kirsang, sparka olib beraman deganlar. Lekin hali ham kutyapmiz. Hozir so'rasam, hazillashib so'ragan vaqtim, qizim endi magistrga kirsa yaxshiroq odam beradi. Endi motivatsiya. Bu ham bir qaysidir turdagi motivatsiya, chunki mayli olib bermasa ham, lekin grantga kirganim ancha yaxshi-da, har tomonlama yaxshi. Moliyaviy ham, o'zimga bo'lgan ishonchim ortgan. Bundan keyin ham eplab keta olishimga turtki beradi. Hozirda biz yozishlar uchun qanaqa imkoniyatlar mavjud? Ayniqsa qiz bolalar uchun o'zi band qilish deydimi yoki bo'lmasa bo'sh qolmaslik uchun umumiy olganda. Hozirda prezidentimiz ham kuni kecha yoshlar bilan uchrashuvda aytib o'tdilar, bir qancha takliflar, imkoniyatlar yaratilyapti. Qizlar uchun ham, o'zi umumiy talabalar uchun tadbirkorlik bilan shug'ullanish yoki chet tiliga qiziqadigan talabalar bo'ladigan bo'lsa, o'qishga kirgandan keyin ham o'qish bilan bir vaqtga olib ketiladigan o'quv markazi ishlarini taklif qilyaptilar. O'zi respublikada 38 mingdan ortiq o'quv markazlari faoliyat yurityapti. Aynan o'zimizning hududda ham bir qancha o'quv markazlar bor va o'shalarda ham ishlasalar bo'ladi. Keyin o'zi ichkariga ishlamasdan turib ham talaba yaxshi o'qisa, bir davlat ishida ishlaydigan xodim kabi maosh olsa bo'ladi. Ya'ni turli xil prezidentimiz tashabbusi bilan turli xil davlat grantlari, undan tashqari hozir startup tanlovlari tashkil qilinyapti. Undan tashqari universitet o'zini hisobidan ham bir qancha musobaqalar, olimpiadalar tashkil qilinyapti. Hattoki o'sha chet davlatlargacha olib ketishyapti talabalarni. Yaqinda o'zimizning universitetdan ham Slovakiyaga grant tutib ketganlar bor, taniymiz. Undan tashqari Turkmaniston davlatiga olimpiada orqali olib ketishyapti. Imkoniyat juda ham ko'p. Hamma gap o'zimizga. Shaxsan o'zingiz o'sha aytgan imkoniyatlaringizdan qaysi biridan foydalanib ko'rdingiz? O'zim tadbirkorlik yo'nalishida o'zim sinab ko'rganman. O'sha birinchi kurs vaqti o'zim marketda faoliyatimni boshlaganman, yakka tartibdagi tadbirkorlik ochib. O'xshamagan bo'lsa ham anchagina tajriba to'plaganman kelajagi uchun. Bir talaba sifatida bu ishlarni qilish men uchun, aynan shaxsan o'zim uchun juda ham katta yangilik bo'lgan, juda ham katta hayotimda o'zgarish bo'lgan. O'zi market nimadan boshlagansiz? O'zim marketda shu YouTubedan har xil videolarni ko'rib boshlaganman. O'zlari operatorlar yordam berishgan
ko'proq. Shu yakka tartibdagi tadbirkorlik ochganman. Bankdan hisob raqam, pechat, hamma narsasi rasmiy ravishda bo'lgan. Kim moliyalashtirgan? Boshida unaqa ko'p xarajat ketishini unchalik bilmaganman. Boshida o'zim to'plab qo'ygan stipendiyamdan boshlaganman, qiziqib, o'zim ko'tarish maqsadida. Lekin keyinchalik uydagilarim ham anchagina yordam berishgan. Yopilishiga nima sabab bo'lgan? Yopilishiga mahsulotlarni asosan Xitoydan zakaz qilganman. Xitoydan Shahrisabzga kelgan, Shahrisabzdan Toshkentga ketgan. O'rtadagi vaqt anchagina minusga olib kelgan. Ya'ni moliyaviy tomonlama. Chunki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lganingizdan keyin davlatga soliq to'laysiz. Bu faoliyat yursa ham, yurmasa ham. Shuning uchun o'rtada upakovka jarayonlari bor, ularni qabul qilishi bor, zakazni jo'natish kerak. Shu vaqtni keyin o'qishim bilan yarim kun o'qish, yarim kun uyga o'sha ishni qilganim uchun vaqt ko'p ketdi. Keyin bir o'zim boshlaganim uchun atrofimda bu ish bilan shug'ullanadigan odamlar ham bo'lmagan. Internetda ham unchalik hali rivojlanmagan vaqtlar edi, o'sha 2023-yil. Shuning uchun tajribali odam yonimga bo'lmagan, hammasiga o'zim yugurganman. Boshidan oxirigacha tovarlar Xitoydan keladi. Xitoydan 15 kunga kelsa, Uzum marketni o'zi o'sha onlayn platformasiga joylashtirish uchun yana 10-15 kun vaqt ketardi. O'rtada 1 oy minus tovarni o'zi qo'yish uchun. 1 oy lekin soliq to'lash kerak bo'lgan. Yatitini solig'i 1-oy tekin bo'lgan, 2-chi, 3-chi oylar uchun o'zim soliq to'laganman. Keyin o'rtadagi vaqt meni moliyaviy tomonlama faoliyatimni to'xtatish uchun sabab bo'lgan. Endi viktorinaga o'tamiz. Xo'p, Ertalab dars yoki kechki dars? kechki dars. Kitob o'qish yoki film ko'rish? Kitob o'qish. Imtihon oldi tayyorlanish yoki oxirgi kecha? Iloji bo'lsa avvalroqdan tayyorlanish. Reja bilan yashashmi yoki tartibsizlik? Reja bilan yashash yaxshiroq. Lekin amal qilish qiyin. Ideal dam olish kuni. Uyda qolish yoki sayr? Sayr. Talabalarga bitta layfhak aytib keting, ayniqsa imtihonda. Imtihonda ikkitamiz shu telefon olib kirishsin. Bugungi suhbat haqida fikringiz? Juda ham hayajonli, chunki o'zi birinchi marta bunaqa narsalarga qatnashishim. 8-marta yaqin shu bayram munosabati bilan talaba qizlarga tilagingiz. Avvalambor fakultetimiz, qolaversa butun universitet talaba qizlarini, ishchi xodimlarini, keyin ayol ustozlarimizni yaqinlashib kelayotgan bayram bilan tabriklayman. Ilmiy va shaxsiy hayotlarida muvaffaqiyatli tilab qolaman. Tashrif uchun rahmat, vaqt ajratib kelganingiz uchun. Rahmat sizlarga ham taklif uchun. Bizni kuzatishda davom eting. Suhbatimiz an'anasiga ko'ra sizga esdalik sifatida sertifikat. Rahmat.